Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Va alaykum assalom bacham. Yaxshi dam oldingizmi? Soatam 10 bo'ldi. Bir turib mollarga qarasangiz bo'lmaydimi? Nima gap? Ha, rahmat dada. Ha, sizga bir gapim bordi men dada. Iya, xo'sh, qani? O nima yangilik ekan? Bu ungacha uxlab nima tush ko'rdingizmi? Dada, qanday qilib aytishni bilmayman. Shu desangiz, men ham uylanmoqchi edim. Ana, yangilik zo'r-ku, o'g'iltoy. Bu uylanishni uylabsiz. Erta boqishni ham uylayapsizmi, o'g'iltoy? Yo, erta xotiningizni ham biz boqamizmi? Undan ko'ra bir hunar o'rganing. Vaqtlikina turing, bir otaga, onaga yordam bering. Tushundingizmi? Ana keyin uylanaverasiz. Kerak bo'lsa o'zim uylantirib qo'yaman, haymi? Koshki, 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 tu sandoshni